Assalamualaikum. Bugün يىڭى İngilistilinin 3-4 dersini ötemiz. Biz 1-2 dersini ötep bulduk. Bunu məşqini işlep bulduk. Bizdeki məşq dersimiz çarşamba günü kaç saat Avrupa vaxtı 7'den 8'e buldu. 3-4 ders neyim doğruluk ders degen çağda 3. ders sorry degen bir tekis. Ananki 4. ders is this your? Bu sizin bir nersiniz bu degen ders. Amalda bilan biz 3. dersin sözlüklerini ko'rib boqaylik. Birinchi so'zning birinchi tovushi nima ekan? A ekan. A'ga ni qo'shsak am. Aniki nima ekan? B ekan. Bning keyingisi nima ekan? R ekan. R'ga ni qo'shsak ra. Bra. Umbra. L'ga ni qo'shsak l. Umbrella. Unda bu so'zda so'zliq aya yo'q ekan. Anadan keyin urg'u bdk unda bo'lsa umbrella. So'zma ekanmiz. Binen küçük kaldı ekemiz. Şunlaşqa nim dep çıkıtken umbrella. Umbrella. Ana geçkin söz. Birinci tavuş neyken p. İkinci tavuş neyken l. L'g'ni qo'shsak li. Z'ni qo'shsak liz. Please. Please degan gap Uyg'ur tilidagi takalluf so'zi, ya'ni marhamat degan gap inglizlar buni nayt ko'p ishlatadi. Masalan, can I talk to you please? Can I talk to you please? Ya'ni siz bilan bir gap qilsam bo'lamdi. Sizga azroq gap qilsam bo'lamdi. Degandek, ya'ni odatda buni inglizlar intan ko'p ishlatadi. Uyg'ur tili xapolmay mana degan yerga to'g'ri keldi, Uyg'ur tilidagi. Please. Takalluf so'zi. Keyingi so'z nima ekan? Birinchi tovushi h ekan. Ikkinchi tovushi nima ekan? E ekan. Hqa e ni qo'shsa he, r ni qo'shsa here. 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 Endi ingliz tilida here deb oldi. Hech so'qishmaydi. Amerika tilida here. Here. Here degan bu yer degan gap. Bu yer. Ya'ni demakchi siltirayotgan, ya'ni yaqin atrofdagi siltirayotgan, ya'ni bu yer deymiz. Here. Here. Anki keyingi so'z. Birinchi tovushi nima ekan? Ekan. M'ga ayni qo'shsak, ya'ni qo'shma so'z tovushi my. My degan mening degan gap. Mening. Mening. My. Mening. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? T ekan. T'ga ni qo'shsak t. Aniki nima ekan? K ekan. K'ga ni qo'shsak k, t ni qo'shsak ket. Ticket. Ticket. So'zliq aya yo'q ekan, shunga tiz olasizlar. Tiz chiqadi. Ticket. Ticket. Ticket degan balat degan gap, balat. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Ekan. N'ga ni qo'shsak na, ni qo'shsak nam. Nam. B'ga r ni qo'shsak bir. Number. Ya'ni urg'u ang 5 deyken shunlashqa ang 5 ni ang kuchli olasizlar. Number. Keyin chiqib ketish kerak, Number. Number degan gap Uyg'ur tiliga numur degan gap. Aniki san degan ma'nosi, Numur, san. Keyingi tovushning birinchi tovushi nima ekan? F ekan. F'ga ayni qo'shsak fi. V. Ya'ni üstün kiş astın kalpikning ustiga taqishilgan v ga odatga Uyg'ur tillik vdan sal kuchliroq chiqadigan v. Unda esa f'ga ayni qo'shsak fi. Vni qo'shsak five. Five. Five degan 5 degan gap, 5. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? S ga. S'ga a ni qo'shsak sa. R'ga i ni qo'shsak ri. Ri. Unda esa sorry. Unda esa asal so'zilgan qaga, ya'ni i so'zildigan, unda esa sorry. 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 Endi ma bu ingliz tilida bizda sorry deb alindi. Ammo xato emas, lekin amerikaliklar sorry. Sorry. Kechiring degan gap, sorry. Sorry. Lekin back sorry deb jumlaysizlar. Sorry. Sorry. Bu so'zlarga azroq farqli so'z olsa bo'ldi. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? S'ga. S'ga r ni qo'shsak sir. Sir degan gap apandim degan gap, apandim. Sir, apandim. Ya'ni akishli qaratimiz apandim. Mo'tabar degan ma'nosi chiqadi, Sir. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? K ga. Keyingisi l ga. L'ga o ni qo'shsak low. Unda esa clow. Ya'ni bir k ni qo'shsak cloak. Cloak. Anki nima ekan? R'ga u ni qo'shsak room. Ni qo'shsak room. Cloak room. Cloak room. Ya'ni buning urg'usi 5 ekan, shunlashqa keynini 5ni kuchlik, oqisini tuvan olamiz. Cloak room. Cloak room.
keyin chiqib ketish kerak. Cloakroom degan gap kiyim saqlash o'rni degan gap, kiyim saqlash o'rni. 5-chi darsning so'zliklarini qayta bir o'qib o'taylik. Birinchisi, umbrella, kunlik. Please, marhamat, xafa Here, bu yer. My, mening. Ticket, bilet. Number, numur san. 5, 5. Sorry, kechiring. Sir, efendim. Cloakroom, kiyim saqlash o'rni. Umbrella, please. Here, my. Ticket, number. 5. Sorry, sir. Cloakroom. Endi 3-chi darsning tekstiga qarab boqaylik, tekstiga. Tekstni to'g'riliq tekstgan, sorry, sir degan tekstgan. Avval bir o'qib o'taylik. My coat and my umbrella, please. Here's my ticket. Thank you, sir. Number 5. Here's your umbrella and your coat. This is not my umbrella. Sorry, sir. Is this your umbrella? No, it isn't. Is this it? Yes, it is. Thank you very much. And bu tekstni to'g'riliq tekstgan desanlar, ya'ni bir odam o'zining paltosi bilan kunligini saqlatib qo'ydi. Bir restoranga bizga kirgan chaqda, u chiqilgan chaqda buni ammoqchilar so'raydi bundan-chi. My coat and my umbrella, please. Xapamay paltoyim bilan kunligimni deb bergan bo'lsangiz, ham bu yer olib berish degan gap yo'q. Lekin hamda kunligim bilan paltoyimni deymiz-ku uyg'ur tilida. Shuna elib aytgan, my coat, my degan meningki paltoyim bilan meningki kunligimni xapamay degan gap nima? Kunligim bilan paltoyimni olib bersangiz xapamay degan gap. Lekin bu odam debdi, here's my ticket. Endi uni saqlab qo'ygandan keyin masalan, mana nomerli shkafda deb u quliq nomer berdi, shuni demakchi. Here's my ticket. Ya'ni bu meningki biletim. O yana shadamda aytdi o gapni. Thank you, sir. Rahmat apandim dedi. Number 5. 5-chi nomerli shkaf. Ya'ni demakchi kirgan chaqda nechi nomerli? 5-chi nomerli shkafga qo'yibdi. Number degan soni 5, 5, 5-chi nomerli. 5-chi nomerli. Anonikin elqi mulozimatchi uninki nemisini beribdi. Here is your umbrella and your coat. Mana bu sizning kunligingiz bilan paltoyingiz. Here is your umbrella and your coat. Bu sizning kunligingiz bilan paltoyingiz. Bu yerda here is degan bir gap chiqib qoldi. Here degan bu yer degan gapda shunaqa is degan bu yer bo'lsa degan gap bo'lmamdi. Yo'q, ingliz tilida bu bir muqim so'z birikmasi, muqim ifodalash usuли. Here is ning ma'nosi qo'limizda bir narsa bor, ko'z oldimizga odamga bermoqchi bo'lgan chog'da mushunday ifodalaymiz. Here is your phone. Masalan, men telefonni elang, men tutung, ma telefonni deymizgo. Here is your book. Ma elang, tutung ma kitobni. Okay? Kitobingizni elang. Mana bu degan ma'nosi chiqadi. Masalan, here is your coat and umbrella degan gap, mana bu sizningki kunligingiz bilan paltoyingiz degan gap, Elang, man degan gap. Mana deymiz uyg'ur tilida. Ya'ni here is your book. Masalan, mana kitobingiz. Here is your pen. Mana qalamingiz. Shunaqa, here is your umbrella and the coat. Mana paltoyingiz bilan nima kunligingiz. Here is degan nima ekan? Muqim ifodalash usul ekan. Buning ma'nosi qo'limiz bir narsa va boshqa bermoqchi bo'lgan chog'imizda mana men eling, mana mabijmingiz degan vaqtda ishlatadiganmiz. Anonikin adam ne yaptı? This is not my umbrella. This is not my umbrella. Okay. Bu bo'lsa emas mening kunligim deydi. Bu mening kunligim emas deydi. Bu qanday bo'lib qoldi? Ingliz tilida biz degandik this is my umbrella. Qaranglar, BP bilan kelgan jumlaning tartibi uyg'ur tilidagi jumla tartibi bilan o'xshashdi. Undasa this degan bu, is degan bo'lsa, mening umbrella, kunligim. Bu bo'lsa mening kunligim degan gapdi-ku. Unda bo'lsa, men ingliz tilida bu bo'lsa mening kunligim emas desamchi. Faqat bipil ya kisimpil bo'lsa deganning oqisiga notni qo'shib qo'ysaqlam uyg'ur tilidagi emas bilan o'xshash ma'no. This is bu bo'lsa not emas. My umbrella bu mening kunligim emas degan.
Ya'ni ma'lum bir jumlani kesim fe'l bilan tuzilgan jumlalarninki bo'lishsiz shaklga aylantirgan chog'da. Ya'ni demakchi bo'lishsiz degan gap ta'tursiga, ya'ni aslida bu bo'lsa manda demakchi-ku, uni ta'tursiga bu bo'lsa manda emas, yoki u bo'lsa o'quvchi desak, u bo'lsa o'quvchi emas demakchi bo'lsak, faqat bir fe'lninki keyniga notni qo'shib qo'ysaqlar, nima bo'ldi ekan? Bu ta'tur ma'niga bo'lishsiz shaklga aylandi ekan. Ya'ni manda bu bo'lsa manda emas degan ma'niga aylandi ekan, ha? Nasa, here is your coat and umbrella degan tushundinglar? This is not my umbrella. Ya'ni bir bo'lishliq jumlani, ya'ni ma bo'lsa mandaq degan gapni ma bo'lsa manda emas deganga aylantirish uchun faqat bir fe'l, ya'ni kesim fe'lning keyniga notni qo'shib qo'ysanglar, u ta'tursiga aylanib ketadi. Shunlashqam demayadiki, this is not my umbrella degan gap, bu bo'lsa mening kunligim emas degan gap, ha? Bu bo'lsa mening kunligim emas degan gap. Sorry sir, kechiring afandim deydi. Is this your umbrella? Man biz o'g'ini bo'lgan. Ma jumla shaklini. Ya'ni asli this is your umbrella. Bu sizning kunligingiz degan gapda. Isni oldiga chiqarib aytgan savolga aylantirishnaqa. Is this your umbrella? Is this your umbrella? Bu sizning kunligingizmi? deydi. No, it isn't. Yo'q, emas. Tunugun men tushuntirib qo'ydim. No, it is not my umbrella degan gap. Lekin buni bunda deb tushunmaydi o'g'irtilmoqchi. Ya mening emas, bu emas deymiz-ku, shunga o'xshashlar. Yo'q, bu emas. Bu bo'lsa emas. No, it isn't. Yo'q, bu bo'lsa mening kunligim emas deb tushunmaymiz. Bu sizning kunligingizmi? Yo'q, bu bo'lsa mening kunligim emas deb tushunmaymiz. Shunaqa nima deymiz? Yo'q, bu emas deymiz. İngilis tilida qisqartirib no, yo'q, it isn't. Yo'q, bu emas. Is this it? Bu şumu, bu chu degan gap. Yes, it is. Man biz o'g'inib qo'ygan. Yes, it is. Shu. Thank you very much. Rahmat sizga. Endi bu yerda menga qarasanglar, is not degan gapning qisqartirilmasi, ya'ni ingliz tilida qisqartirib it is deganni it deb oladi, is not deganni qisqartirib isn't deb oladi, ha? Yani bu işte yazsanlı boludu. Lekin bu endi informal situation deymiz. Yani bir resmi sorularda boldu. Lekin başqalarga resmi alda özünü o'qituvchi yoki ma'lum bir odamga ilxat yozgan vaqtingizda yoki haqiqiy ilmiy bir narsa yozgan chog'ingizda buni bilan qisqartib yozsanglar bo'lmaydi. Lekin bir resmi holatda, masalan so'zlagan chog'da yoki bir resmi bir narsa yozgan chog'ingizda bunday qisqartib yozsanglar bo'ldi. Isn't degan gap is not ninki qisqartirilmasi, ha? Anankin it is degan gap it is bilan o'xshash. It is degan gap it is bilan o'xshash. Xo'sh, unda bo'lsa, 3-darsninki tekstini bir o'qib o'taylik, ha? Men avval tekstni qanday o'qib beraman degan chog'da nayt osti bir o'qib beraman, normal bir o'qib beraman, orqasidan nayt tiz bir o'qib beraman, ha? Sizlar mashq qilgan chog'dimi, osh bo'yicha mashq qilsanglar bo'ladi. My coat and my umbrella, please. Here is my ticket. Thank you, sir. Number 5. Here is your umbrella and your coat. This is not my umbrella. Sorry, sir. Is this your umbrella? No, it isn't. Is this it? Yes, it is. Thank you very much. Normal o'qilishi, ha? My coat and my umbrella, please. Here's my ticket. Thank you, sir. Number 5. Here is your umbrella and your coat. This is not my umbrella. Sorry, sir. Is this your umbrella? No, it isn't. Is this it? Yes, it is. Thank you very much. Tizroq o'qilishi, ha? My coat and my umbrella, please. Here's my ticket. Thank you, sir. Number 5. Here's your umbrella and your coat. This is not my umbrella. Sorry, sir. Is this your umbrella? No, it isn't. Is this it? Yes, it is. Thank you very much. Yani o'qigan chog'ingizda ang'aldilar o'zingizga chiqqan chog'ingizda asta bir o'qiysizlar, ananiki tiz bir o'qiysizlar, ananiki intayin tiz o'qiysizlar. Amal bor, qanaqa qilib olsang bo'ladi, yod qilib olsanglar eng yaxshi, yod qilib olsanglar eng yaxshi.
Şoňlaşqa oqan çağda çoqum bir salapuzuga diqqat qilishlar, ya'ni bir tezlikka diqqat qilishlar. Eng aqs night tez oqyalay holat geçsanglar boldu. My coat and my umbrella, please. Here's my ticket. Thank you, sir. Number 5. Here's your umbrella and your coat. This is not my umbrella. Sorry, sir. Is this your umbrella? No, it isn't. Is this it? Yes, it is. Thank you very much. Şu bu işlenmağıdı, ha? Endi 4-nji ders qaranglar. 4-nji dersin avval sözlüklerini görüp bakaylı. Birinci söz nima ekan? Birinci tavşi şke. Şquni qo'shaq shu. Tni qo'shaq süt. Süt degan gap kostyum burilka degan gap, ha? Süt. Endi ma bu ingliz tilida suit deb oladi. Bo'laverdi ishkilisi o'xshashlik. Amerikaliklar süt. Ha, süt. Yani kostyum burilka, süt. Birinci tavşi şken, ikkinchi tavşi uken, süt. Tni qo'shaq süt, ha? İkinci söz. Birinci tavış nima ekan? Shka. İkinci tavış nima ekan? Kka. Kka u'ni qo'shsak cool, u'ni qo'shsak cool, ha? School. School degan gap maktab degan gap, ha? School, maktab. Ana keyingi so'zni qarab boqaylik. Birinchi tavış nima ekan? T ekan. Tga i'ni qo'shsak t. Ana keyin t bilan sh qo'shilsa ekan cht. Chqa i'ni qo'shsak chir, ha? Teacher. Unasa urg'u 5'diki unasa teacher. Keyin chiqib ketish kerak, ha? Teacher desanglar bo'lmaydi. Teacher. Keyin chiqib ketish kerak. Teacher. O'qituvchi degan gap, ha? Teacher. O'qituvchi. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Shka. Shqani qo'shsak shanni qo'shsak shan. Shan degan gap o'g'il. O'g'il degan o'g'lim, qizimdagi o'g'il, ha? O'g'il bola qiz boladagi o'g'il emas. O'g'limdagi o'g'il. Masalan, my son desanglar, mening o'g'lim. Your son desanglar, sizning o'g'lingiz. Ayki ma'no qarab qo'yaylik. Ma'no birinchi tovush nima ekan? D ekan. Dqa o, ya'ni o emas, a emas, o'tirishga o ni qo'shsak da, ha, da. Ayki ekan t ekan. Tqa ni qo'shsak ter, da, ter, ha, daughter. Lekin amerikaliklar buni da, der deb aytadi. Daughter, der. Ha, daughter. Nima shunday aytadi degan chog'da diqqat qilinglar. Amerika ingliz tilida agar t'ning ikki tarafida so'zoq tovush bo'lib qolsa, ya'ni t'ningki ikki tarafida oldidimi, keynidimi so'zoq tovush bo'lib qolsa, bu t'ni amerikaliklar d ga o'xshash talaffuz qilib yutadi. Shunlashqa bu yoki daughter desanglar bo'ladi, ingliz talaffuzi daughter bo'ladi, lekin amerikaliklar daughter deb aytadi. Daughter, ha, daughter. Mesela my daughter, mening qizim. Your daughter, sizning qizingiz. Mesela your daughter is beautiful. Qizingiz bak chiroyli ekan. Ha? Your daughter is beautiful. Qizingiz chiroyli ekan. Yani demekçi Amerika ingliz tilida agar t'ning oldi va keyinda so'zoq tovush bo'lib qolsa, buni talaffuz qanchaqlar d ga o'xshash eliyutadi, lekin d'ning o'zi emas, tiz eliyutadi, ha? Daughter. Ha, daughter. Ha, daughter. Daughter degan qizimdiki qiz, ha? Qiz bola, o'g'il bola qiz emas, qizimdiki qiz. Endi 4-nji darsning so'zlikni bir o'qib o'taylik. Suit, kostyum burilka, school, maktab, teacher, o'qituvchi, son, o'g'limdiki o'g'il, daughter, qizimdiki qiz. Suit, school, teacher, son, daughter. Endi men bütün so'zlarni bir o'qib o'tay, mana shu qanchag'alda foydasi bo'ldi. Umbrella, please, here, my, ticket, number, 5, sorry, sir, cloakroom, suit, school, teacher, son, daughter. Endi 4-nji darsning tekstida nima ekan? Bu sizning birmingizmi degan tekstkan, ha? Bu sizning birmingizmi degan tekstkan. Biz buni o'rganib bo'lgan, shunlashqa men bir qatim o'tkazib birman, shu bo'yicha ko'plab deb mashq qilsanglar bo'ldi. Birinchi rasm qarasanglar, is this your pen? Bu sizning qalamingizmi deydi, ha? Bu sizning qalamingizmi? Is this your pen? Yes, it is desanglar, shu. No, it's not. Yoki no, it isn't. Desanglar, it is not ning qisqartmasi isn't dedim-ku, unda bo'lsa yes it is, shu. No, it's not. Yo'q bu emas, yoki no, it isn't. Yo'q bu emas. Ha?
Is this your pencil? Bu sizningki animo qarindosh qalamingizmi? Yes it is. Shu. No it's not. Yo'q emas. No it isn't. Yo'q emas. Is this your book? Bu sizning kitobingizmi? Yes it is. Shu. No it's not. Yo'q bu emas. No it isn't. Yo'q bu emas. Is this your watch? Bu sizning qo'l soatingizmi? Yes it is. Shu. No it's not. Yo'q bu emas. No it isn't. Yo'q bu emas. Is this your coat? Bu sizningki paltoyingizmi? Yes it is. Shu. No it's not. Bu emas. No it isn't. Yo'q bu emas. Is this your dress? Bu sizning ko'ngligingizmi? Yes it is. Shu. No it's not. Yo'q bu emas. No it isn't. Yo'q bu emas. Is this your shirt? Bu sizningki koptingizmi? Yes it is. Shu. No it's not. Yo'q u emas. No it isn't. Yo'q u emas. Is this your skirt? Bu sizning yopkingizmi? Yes it is. Shu. No it's not. Yo'q u emas. No it isn't. Yo'q u emas. Is this your car? Bu sizning mashinangizmi? Yes it is. Shu. No it's not. Yo'q u emas. No it isn't. Yo'q u emas. Is this your house? Bu sizningki uyingizmi? Yes it is. Shu. No it's not. Yo'q emas. No it isn't. Yo'q emas. Is this your suit? Bu sizning kostyumingizmi? Yes it is. Shu. No it's not. Yo'q u emas. No it isn't. Yo'q u emas. Is this your school? Bu sizning maktabingizmi? Yes it is. Shu. No it's not. Yo'q undaq emas. No it isn't. Undaq emas. Is this your teacher? Bu sizningki o'qituvchingizmi? Yes it is. Shu. No it's not. Yo'q emas. No it isn't. Yo'q emas. Is this your son? Bu sizning o'g'lingizmi? Yes it is. Shu. No it's not. Yo'q u emas. No it isn't. Yo'q u emas. Is this your daughter? Bu sizning qizingizmi? Yes it is. Shu. No it's not. U emas. No it isn't. Undaq emas. Men biroq o'qib. Is this your pen? Yes it is. Is this your pencil? No it's not. Is this your book? Yes it is. Is this your watch? No it's not. Is this your coat? Yes it is. Is this your dress? No it isn't. Is this your shirt? Yes it is. Is this your skirt? No it's not. Is this your car? Yes it is. Is this your house? No it's not. Is this your suit? Yes it is. Is this your school? No it isn't. Is this your teacher? Yes it is. Is this your son? No it's not. Is this your daughter? Yes it is. Şunun bilan bizningki يىڭى İngliztili 3-chi, 4-chi dersimiz bu yerda oxirlashdi. Bizning mashq dersimiz çarşamba kuni kech soat Avropa vaqti 7dan 8gacha olib berildi. Topshiriq nima desanglar, diqqat qilinglar. Anqaqsa topshiriq ma so'zliklarni 10 qatimda yozib, menga rasmga tortib evatib birsizlar. Andan keyin tekstni pishiq o'qiysizlar. Andan keyin mashq darsida men o'qib birsizlar. Mashq darsida men o'qib birsizlar. Men grammatika, talaffuz, hamma jihatdan, ohang, hamma jihatdan sizlarga tuzatish olib boraman. Ma'qul ammanglarning bo'lganligi xushvaqt bo'lsin. Çarşamba kuni kech soat 7dan 8gacha ko'rishaylik mashq darsida.